Qizlar, bugungi darsimiz mavzularini o'tib oldik. To'g'risi, umuman video olishga vaqtim bo'lmadi, lekin mana hozir darsimizni tugatib, bulardan bitta umumiy savol so'rayman. Qizlar, dars yoqdimi? Yoqdimi hammasi? Qanaqa taassurotlar? Zo'r. Bugundan o'zligiga eng taassurotli narsa nima qilishdi? Hijoma qilishdi. Qo'rquvlar ketdimi qizlar? Ketdi. Mana qizlar hammaliga o'tirishibdi. Allohumma barik, Alloh shifoli qilsin. Bir hijomani tomchisi ham shifo. Mana hozir bular o'zligiga hijoma qilib ko'rishdi. 3 etapli amaliyotlarni bajarishdi. Endi inshaalloh ertagalik darslardan astoydil ishlaymiz. Bugun to'g'ri va noto'g'ri hijomani farqlash va o'zligida umumiy qo'rquvlarni yengishlik uchun pichoq avval o'zingga ur, og'rimasa boshqaga deydi. Mana ishlab ko'rishdi. Bu qiz o'zlari lishni o'zim ruxsat bermas edim qo'l olishga, lekin o'zlari ruxsat berdilar. Mana issiz hijoma haqqi. Yaxshi qon chiqdi? Zo'r mana ishlab ko'rdik. Hamma qizlarimiz mashalloh darajada o'zlashtirishdi.